yapon qarsildoq nonlarni pishiramiz. Tovoqchamizni olib birinchi bo'lib unlarimizni yog'dirib olamiz. Ketidan esa ozgincha kraxmal va воздушный bo'lishi uchun ustidan esa dro'jlarimizni yog'dirib olamiz. 1 stakan sutimizni chiroyli krujkamizga solib, isitib olib, ichiga quyib olamiz. Shunda 1 stakan sut, 1 stakan muzdek suv yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamir qilib olib, slivochni moyamizni olib, tez turburchak shaklida to'rab olib, xamirimizni ichiga solib, ezib olib, tuzlarni yog'dirib olamiz. Qo'lim singuncha uqalab olib, xamirimizni 1,5 soatga ishga olib qo'yib chiqarib olamiz. Bu yumshoq ishgan xamirimizni yulib dumaloqcha qilib olamiz. Hammasini bir chetga yig'ib, ustini yopib, dam oldirib olib, bitta shunaqa qilib cho'zib olib, yoyib, o'rab olamiz. Buni asalligini qaranglar. Patnasimizga pergamentimizni qo'yib, o'ragan nonchalarimizni solib chiqamiz. Yaponiyada shu o'ragan bitta noncha bir porsiya hisoblanadi. Yaxshilab qimirlatib olib, ustini yopib 15 minutga olib qo'yamiz. Keyin brizgalka bilan muzdek suvni yaxshilab ustiga sepamiz. Bu bizga effekt para beradi. Ustiga xolasangiz kunjut sepib, duxovkaga 180 gradusga qizarguncha qo'yib olamiz. Bay bularni hidini yaltirashuvchi ustiga pista yog'larimizni surtib olib, qarsildoq yapon nonchalarimizni tatib ko'rishga o'tib ketamiz.